Yangi jamoasida oyiga 290 ming yevro, yiliga esa 3,5 million yevro maosh oladigan. Ala, mana uni yangilik desa bo'ladi. Qachondan beri kutadik. Ala Abduqodir Husanov aprelga o'tdi. Ay jonim, eting Lobarxon bilan gaplash. Aprelga? Ey, Lobarxon bilan gaplash. Aqlingiz aprelga deydi. Mayga o'tdi, mayga. Ha, jonim. Ular mana g'iybat qiladi-ku, mana kimdir qaqqadir ketganmiz bor. 3,5 million yevro oylik olar ekan. 20 yoshli bola. Qara, sen bo'lsa sohibani o'g'li bilan Hanifani qizini hayotini afsuslanib qo'tiribsan. Ey, oyiga 290 ming yevro oladi deyapti. Eshityapsanmi? 20 yoshli bola. 25 ga kirgan bo'blar bo'lmay alam yuribdi. Idish tovoq yo'q. Voy qoyili dadasi. 10 qara. O'g'lingizni Kuniga 10 ming yevro. o'g'limizni pitbolga bersak bo'lar ekan. Ash paytda men bermayin deb buni o'pkasi ishib ketadi. Xudoga shukr tanolar ekansan-a. Xudojon. O'pkasi ishib ketadi. Mana o'pkasini qovog'aricha qo'ygan bir joyda o'tira olmaydi. Ey xudoyim, pitbolchi bo'lsa bo'lar. Abduqodir Husanov. Men bozorga borib kelaman. Nega dadasi? Sen Lobarxon bilan bemalol gaplashib ol shunga.